Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Sizlar bilan bugungi mavzuyimiz modli o'yinlarni yuklash haqida bo'ladi. Masalan, bu yerda o'zimiz aytadigan Counter, DLC, PUBG, GTA umuman hamma o'yinlarning mod versiyalari mavjud. Bu ilovani siz Play Marketdan topolmaysiz, chunki Play Marketda faqat verifikatsiyadan o'tgan, hech qanaqa mualliflik huquqi buzilmagan o'yinlar yoki ilovalar yuklanadi. Shuning uchun bu esa modli o'yinlarni chiqargani uchun bu Play Marketda yo'q. Mana ko'rib turganingizdek, har qanday o'yinni mod versiyasini pul tugamaydigan yoki reklamalar o'chirilgan versiyalarni topishingiz mumkin. Bu ilovani esa qayerdan topishingiz mumkin? Masalan, Telegram qidiruviga kirib olamiz va u yerga 009 pastki chizgicha uz deb yozamiz. Va u yerda mening o'zimning shaxsiy kanalim chiqadi va unga kirganimizdan so'ng mana oxirgi postimni tashlab qo'yganman. Xuddi shu ilovaning eng so'nggi versiyasini. Agarda siz topolmay qolsangiz ham qidiruvdan Happy Mod deb qidirsangiz, xuddi mana shu ilova turgan bo'ladi. Va kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.